Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana hozir biz sizlar bilan universal oqartiruvchi penka, ya'ni oq penka tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 130-135 grammli daf sovuni. Sovunni xohlagan sovuninizdan qilsangiz bo'ladi. Agar detskiy sovun olsangiz, yana ham yaxshi. Daf sovundan ham foydalansangiz bo'ladi. Buni yaxshilab mayda qirg'ichdan qirib olamiz. Mana men qirib tayyor qilib olganman. Endi mana shu bitta sovunimiz uchun 200 gram suv quyamiz. Ya'ni suvni o'lchab 200 gram destillangan suv quyamiz. Suvni ko'p quyib yubormaymiz, sababi juda ham suyuq bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun faqat kerakli suvni quyamiz. 200 gram suvni quyib oldik. Endi bunga 1 choy qoshiqda bo'ra kukuni solamiz. Endi 1 qoshiq choy qoshiqida bo'ra kukuni. 4 dona maydalangan gidroperid tabletkasi. Agar gidroperid tabletkasini topa olmasangiz, 3% aptekalarda 3% Perex bo'ladi. Ana shu 3% Perexdan 1 osh qoshiq solsangiz ham bo'ladi. Keyin bunga taxminan 1 qoshiq gialuron kislotasi. Men o'zim oldindan tayyorlab qo'ygan gialuron kislotasi bor. Shundan 1 osh qoshiq qo'shamiz. Yana bunga 1 qoshiq choy qoshiq, 1 choy qoshiqda men oldindan tayyorlab qo'yganman kokos yog'i. Mana hamma mahsulotlarni qo'shib oldim. Endi buni yaxshilab blenderda aralashtirib olamiz. Blenderda aralashtirsangiz, juda ham chiroyli penka tayyor bo'ladi. Agar mikserda qiladigan bo'lsangiz, mikserda juda ham ko'pirib ketadi. Keyin uni idishga solganingizda anchagina ko'piklar o'tirib, mahsulotingiz sal sifati ko'rimsizroq bo'lib qoladi. Shuning uchun blenderda qilsangiz juda ham chiroyli penka bo'ladi.